Canon choyxona, tunlari bedor choyxona, choyxona go'zal choyxona, ayladi xumor choyxona. 30 yildan keyin, 40 yildan keyin choyxonalarda shunaqa ashulalar qo'yib qo'yiladi endi. Men bilmadim, shunaqa aytilgan bu, eshitganman shunaqa. She'rni hamchi. Endi mana mehmon. Assalomu alaykum. Men senga nima dedim? Kelishadi dedim-ku. Ustoz keling. Bobur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? Hozir sizlarni maqtab turuvdim. Hozir mana ustoz yaxshimisiz? Kamron aka kelgan. Assalomu alaykum. Marhamat. Shogirdlar bilan kelinglar. Kamron aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qani kelinglar mana o'rtaga. O'rtamizga kelinglar. Xush kelibsizlar. Yaxshi Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ha, mana bugun ustoz shogird olib boramiz, ustoz shogird tayyorlaydi. Ha, shunday. Ustoz shogird yeb ketadi. shu o'zingizni Bobur aka o'zingizni buyurtmangizga binoan shu yengilroq hazm bo'ladigan taom deganingizga shu bir tovuqni oyoqchalarini tayyorlab qo'ydik. Necha tovuqni qiynashdilar. Yo'q, buni biz emas. Cho'li oyoqlari bor ekan. Ustoz, boya biz suhbatimizni eshitib qolmadingizmi mabodo? Sal quloqim chalinganday bo'ldi. Ha, she'r sizga tegishli. Bu qo'shiqda o'sha freestyle rap yo'nalishida eshitgan. Undan oldin Samandar aytgan, u bir musiqali kinolar olinadi. Esimda. O'shanda soundtrackning ichida kirib ketgan deb aytadi. Xususiy telekanallarda juda ko'p ketgan edi shu. O'shanda bir yozuvdik. O'sha paytdagi mashhur qo'shiqlarning muallifi mana ustozimiz bilan birgalikda o'sha choyxonalarni eslab, qo'shiqlarni eslab, juda xursandmiz. Bizni shunaqa bir kamtarona choyxonamizga, chapani choyxonamizga tashrif buyurganingiz uchun. Talaba shogird bilan keladi. Unda roltin bir narsalar bo'ladi. Oson turamiz. Yaxshi, Kamronjon ham roltin bo'lsa bormay qo'yavering, demabdilar, kelaveribdilar. Hozir talabalar ancha kuchaygan. Ha, albatta. Endi dasturimiz boshidan so'raganimiz yaxshi. Bugun hammamiz bir shirin ovqat yeyishimiz kerak. Ustoz, tuxum qovurib ko'rganmisiz hech? Lekin rostdan shu yoshgacha hamma bilsa kerak. Uydagilar umuman biladi. Na qovurganman, na uni haligi nima dedim? Damlaydilar. Bir marta qaynatib ko'rganman. Yolg'on bo'lmasa, yoshlikda qaynatib qo'ysam, gaz ustiga borib kitobga chalg'an, nimagadir chalg'anman, biroq portlab ketdi. Jo'ja chiqqanmi ichidan? Tuxum yo'q ketganligi qovurib, qorayib, ketgan. Kamron aka, qanday ovqatlarni tayyorlashni bilasiz aka? Menimcha siz ancha professional bo'lsangiz kerak ustozga nisbatan ovqat borasida. Oshdan boshqa hamma ovqat. O'shaning uchun osh bo'lmagan ekan bugun ustoz. Ana. Kamronning udda bororligi ham shu yerdaki, ustoz endi buni issiqni osh yeymizmi degan bo'lsalar, ko'nglari bo'sh, ustoz ham. Hammayli bilgan ovqatingni qilaver deganlar. Endi ishni boshlaymiz. Sekin ustoz o'zingiz yo'l yo'rini ko'rsatib turasiz. Biz ham shu yerda qochib ketish yo'q. Kamron akaga beramiz. Kartoshka to'g'rashdan boshlasak, o'sha ovqatga moslab bemalol to'g'rasak bo'ladi. Men hozir olib beraman. Avval taom, ba'das kalom deydi. Qani, tipda choydan quymismi shogirdlar? Bo'ldi mana. Uni bering bu yoqqa. Ana. O'sha. Buni o'zingiz mana Kamronjon o'zi sekin buni kartochkalarini chiroyli qilib, Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Porlash, yorqinlik, g'amxo'rlik, bizning rang. Estel. Birga xuddi bir inson bu 34 yillik yo'l. 11 qahramon maydonda 12-si bu sen, bu men, bu biz, birga o'yindamiz. Men o'z biznesim uchun ishchilarni XX.uz dan topdim. XX.uz. Tabiiy yaxna choy Lipton limon. Lipton yaxna choyi hamma narsani o'zgartiradi. Diareya boshlandimi? Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi onalar diareyani davolashda Fransiyada ishlab chiqarilgan Enterol dori vositasini tanlaydilar. Diareya keldi, diareya ketdi. Enterol bolalar va kattalar uchun. Mukammal rang. Go'zallik imzosi. Estel.
Men burilishni ko'rmay qoldim. Betadin menga yordamga keldi. Betadin viruslar, zamburug'lar va bakteriyalarga qarshi kurashishga yordam beruvchi qulay antiseptik. Betadin to'xtab qolishga sabab yo'q. Voy, ulgurdim. Voy, shatidan davom ettiramiz. Uzbekistan. Buxoroda shunaqa odat bo'lganki, masalan, usta uyga olasa, yoki bir yangi kelin, yangi kuyov bilan endi sovchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi, sinash urf-odatlarda albatta oldiga taom qo'yadi. Nimaga deb o'ylaysiz? Agar ovqating yaxshi yesa, ba'zan tortinarki, ovqat yesam, aniga ochoqlar deb o'ylaydi, yo'q. Ovqat yaxshi yesa, o'sha kelin yaxshi farzandlar dunyoga keltiradi. Yaxshi ish qiladi, ish qo'li. Mehnat. Kuyov ham mehnatkash bo'ladi va usta ham xuddi shunaqa. Yaxshi ovqat yegan usta albatta kuchi bo'ladi, yaxshi ishlaydi. Ha, mana ko'zlab qo'yishgan. Hali Qashqadaryo, Surxondaryo yo'llarida jigan jarayon. Xalqimiz mana bilasiz, juda ham dono. Qarang qancha sinash, bilish, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilmaydi, sekin biron bir masalan oldiga taom qo'yib, shu bir bahonada ham sinaydi, ham mehmon qiladi. Bu Xudo rahmat aytadilarki, husn og'izdan kiradi. Ya'ni ovqat yeb turish kerak, keyin gul-gulidan yeb turish kerak dedilar. Hamma narsani yaxshi-yaxshisidan gul-gulida ko'p emas. Ozgina bo'lsa ham qattiq zo'ridan. Keyin yana otam gaplari bor edi-ku, bo'sh qolib tik turmaydi. Bola yegin dedilar-da. Albatta. Odamzod baron taom bilan. Chunki albatta. Sadriddin Salim Buxoriy ustozimiz aytganlarida, bu kishi juda tasavvufni bilimdon edilar, tasavvuf ya'ni Buxoro pirlarining tarixlarini yozgan inson. Sadriddin Salim Buxoriy. O'sha kishi aytadilarki, kitob o'qish, yaxshi suhbatlarda bo'lish bu ruhiy g'izo, ya'ni ruhimiz undan oziqlanadi. Lekin bu tanani tik tutib turish uchun albatta taomlanib ham turish kerak, unutmaslik kerak deb aytadilar. Ba'zan o'zini qiynab qo'yadi. Ilmga berilib ketib, ovqatga qaramay, boshqa qaramay yoki bir pul topaman deb bir o'zini qiynab qo'yadi. Yo'q. Tanani ham o'ziga xos nima haqqi bor-da, uni ham haqqini berib turish kerak. Duetdoshi bor, Kumush aytadiki, qachon o'zingizga o'xshaysiz deydi-da. Mana qiyofadoshlik ham ajoyib. Shogird ustozga ham o'xshaydi qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Sizga ham o'xshagan joylari bormi? Bir o'sha qalam tebratish borasida yoki bir ijodi o'xshasin, hayoti o'xshasin. Ya, umri ba'zan ana masalan biz ham Muhammad ismini nimalari izdoshlaydi, boshqaraydi. Biz uchun bu faxr, biz uchun baxt. Albatta. Lekin umri o'xshamasa deb xalq orasida yurgan ko'p aytishadi. Juda shu she'rlarni yoqtiramiz. Sizdan shu ustoz nimalar kelib turadi, lekin kishini umri qisqa edi, umri uzoq bo'lsin. Mana shunga hazillashib aytaman, ularning umri uzoq bo'lsin. Albatta, lekin yaxshi so'z tanlashda men xursand bo'laman. So'z yaxshi tanlaydi ular, hali his qiladi. Keyin ijroda ham xuddi shunaqa. Ba'zan ijrolarga urug'i nimalarga e'tibor berishmaydi-da hozirgi yoshlar, lekin bular yaxshi. Urug'ini ham talaffuzni ham joyida qo'yib, ba'zan o'zimga aytib qolishi, ustoz ana shu yerda nima deysiz? Bir odob bilan aytishadi. Shu so'zdan tushmagandek. Endi musiqa ba'zan olib ketib qoladi-da. Keyin maslahatlashib o'sha joyni o'zgartiramiz yoki yana boshqa bir so'z qo'yib beramiz. Shuning uchun bu taraflari yaxshi. Do'g'ri rizqimiz bo'lgan. Xo'p, nimadir yetishmayapti bizga. Ya'ni o'zjakmi, nima? She'r. Ustoz. Yo'q, hozir she'rda ham muhim narsa bor aka. Tuzmi? Yo'q, qo'shiqda ham muhim narsa bor. Yog'imiz qolib ketdi-ku. olmadik mandaqadan. Ana ertasi yog'i chiqmasmikin oyoqchalarni? Yo'q-da. Yo'qmi? Magazinda qolib ketdimi? Yo'q, keyingi efirga qoldiramiz. Yo'q, do'kondan oldi. Do'kon. Qani ko'la bilan qildi turgandir. Chinni aytyapsizmi? Rost aytyapman. Yo, setkiga soldik shakli.
Yo, do'kondan oldik. Mashinaga soldikmi? Kemaylik degan. Do'kondan olib paketga solgan bo'lamiz. Bir bahona qilib ko'rsatdim. Endi ustoz hazillashyapman, prank qilyapman, ishonib qo'yar ekansiz. 5 sekund ko'p qolganda qol. Men aytmoqchidim. Yog'siz bo'lsa ham hozir Kamrondan yog'siz ovqat tutamiz demoqchi edim. Salat qutulib ketar ekanmiz deb qilsam kerak. Yo'q. Salat qilib bersa. Hazillashibman. Yog'ni men qozon boshiga tayyorlab qo'yganman. Mana suhbatlashib turibmiz, mana bular hamma ishni bir pasda do'ndirib. Lekin men Kamron akaning mahoratlariga besh ketdim. Qo'y. Salatimiz deyarli tayyorda. Tayyor. Ozgina qoldi, yog'ini tuzlama qilar ekanmiz. Mana tezlashim kerak, yog'am. Yo'q, bemalol ustoz. Men to'ylarga, xizmatlarga borsak, konsertlarga borsak, ba'zan ular so'raydi, endi ustoz nimani aytadi deb. Men hozir so'rayman deb. Shogird nimani aytadi? Qayerda aytay deb kishida so'rayapman. Repertuarimiz bu kishidan so'rayapti. Bobur aka, mana bilaman. Xoyna-xoy bo'lib biz ustimizdan kulyapti chog'i. Yoshlar, ha, albatta. Yoshlarga quloq solish kerak. Endi hayajon qo'rqmaysiz. Yo'q, qo'rqish yo'q. Bu hammaga tegishli emas. Sizga tegishli bo'lib qolishi mumkin. Lekin bitta xalqimizda gap bor ustoz. Buni o'zingiz ham bilsangiz kerak. Bu qo'rqish deyilmaydi. Aksincha hurmat deyiladi. Doimo ayollarni hurmat qilsangiz, e'zozlasangiz, ularni yaxshi ko'rsangiz, sevsangiz, aytgan har bir ishini qilsangiz, undan ortiq nima qilish kerak ustoz? Bu havasi bahona. To'ygacha bola o'zi tayyor. O'zini oqlayaptimi? Demak, kelin halitda qo'lga olganman. Mayli, baxtli bo'lsin bu qiz. Yoshgina kuyov. Uzoq yashashni xohlayman deyilgan ekan. Yo'q, bu uchun shu nima qilishim kerak? Shu fikr juda meni bezovta qilyapti. Bezovta bo'lmaslik nima? O'ylan degan ekan. O'ylansam uzoq yashar. Yo'q, shu fikrdan bezovta. Uzoq yashash fikridan qaytasan. Endi ustozlar, Kamron aka qozon boshiga boradigan tayyor holatda bo'ldik-a. Sekin boraversak bo'ladi. Ustozlarni faoliyatini tashlab ketamiz shu yerda. Yaxshi fikr chiqyapti, shu bo'ladi. Ustozlarni shu yoqqa tashlab ketamiz, bitta operatorimizni olib ketamiz o'zimiz bilan. Bemalol tezgina tayyorlab olib kelsalar, biz ungacha ko'p choylarni ichib, biz bu yerda emas, mana so'lim bugungi chust choyxonamizda so'lim xonalar ko'p. Shunday. Muzdekina xonaga kirib, okamlar bilan o'tirib, suhbatlashib o'tiramiz. Suhbatga taklif qilamiz, biz esa Qozon boshiga. Ma'qul, ma'qul. Ustozlar, qo'llaringizdan tomoshabinlar sizlar bilan. Ha, kuydirib olmaylar bir-biringlarga. Har xil latifalarni aytib. Biron yordam kerak bo'lsa aytasizlar. Bo'ldi. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, biz Qozon boshiga keldik. Aka, ishni nimadan boshlaymiz birinchi? Shu savol sizga bersam, ishni nimadan boshlanadi? Ovqat qilishdan oldin. Talaba bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha, ovqat pishiraman aka men. Nimadan boshlagansiz? Mana yog'imiz bor. Yog' solamizda. Yog'dan oldin birinchi nazar solinadi. Ha, qozonga nazar solinadi. Qozon tozami yo'qmi? Ana undan keyin yog'dan boshlaymiz. Ketdi. O'zi aka, to'g'risini aytadigan bo'lsam, universitetda o'qiganman. Bitirganimga 2 yildan oshyapti. Yotoqxonada turganman. Shu bizda ovqat qilish juda ham bir muammo bo'lardi. Shu desangiz, xonada 4 kishi yashaymiz. Meni kunim keladi, ovqat qilaman, shu bilan ana 3 kishi. Men kamdan kam ishtirok etaman. O, nega? Chunki ular Qarshida, Qashqadaryoda. Ha, yaqin o'rtoqlarim. Qashqadaryoda bizga borishi muammo bo'ladi, xizmatlar, syomkalar. O'zi aka shunaqa, men ham Voha tarafdanman, Surxondaryoda sekin-sekin uzoqlashib ketaverasiz. Uzoqlashyapti. Toshkentdan topish kerak endi hamma. Lekin o'sha kursdoshlar, sinfdoshlar, haligi guruhimiz bor, Telegram guruhida. Ular har doim o'sha siz aytgandek tog'larda mazza tayyorlab lekin o'sha bitta gap bor bilsangiz aka, shu yaqin do'stlarni, sinfdoshlarni yig'ib bo'lmaydi degan gap bor. Buni o'zingiz ham bilsangiz kerak. O'sha necha kishi o'qigan bo'lsalaringiz, kamida bir 5-6 kishi kelmaydi-da. Shunday. O'sha vaqt aytishardi, eng to'liq yig'ilganlaring faqat sinf xonada bo'ladi. Undan keyin hech bo'lmaganda 1-2 kishi kelmaydi deyishardi. Haqiqatan ham shunaqa. Eng qizig'i aka, to'yga ham kelmaydi-da. To'yga ham kelmaydi. Boshida qiziq bo'ladi. Sinfdoshlarimiz, ko'rdoshlarimiz o'sha to'ylar bo'lganda borganmiz. O'zi qisqagina,
tez qaytamiz. Billa bo'lasizlar. Eshikni oching. Salom. Xush kelibsiz. Laysiz futbol yo'q. Parvoz sosiskalari. Narxi shunchalik adolatliki, ortig'i bilan xarid qilaverasiz. Parvoz adolatli narx. Suvchi Rabbos! Qayerdan olding? Noyob banklar uzun plastik kartasi bilan beriladi. Butun oilangiz bilan uzun plastik kartasini rasmiylashtiring. Uzun market va uzun bankda banklarni yig'ishga ulguring. Bo'ldi. Biz qaytdik. To'xtagan joyda tomosha qilamiz. Bizga kerak gol. Haqiqiy futbol bol. Bizga kerak gol. Haqiqiy futbol bol. Mart maydonda sinaladi. Go'yo shaxmat o'ynaladi. G'alabaning mazasi zo'r. Ko'ramiz gol. Uramiz gol. Dunyo diqqat markazida eng zo'r terma jamoa bo'l. Xalq ishonchi nigohida ko'ramiz gol. Uramiz gol. Bugun jahon maydonida bizning terma jamoa. Qo'llab turamiz yonida. Axir barchamiz bitta oila. Bizga kerak gol. Haqiqiy futbol bol. Bizga kerak gol. Haqiqiy futbol bol. Bugun o'zbekimning o'g'lonlari o'ynar faqat muxlis uchun o'zbekimning o'g'lonlari. Yangi tarix yaratdi O'zbekiston o'g'lonlari. Markaziy Osiyo yuzi bo'la O'zbekiston o'g'lonlari. Dunyo diqqat markazida eng zo'r terma jamoa bo'l. Xalq ishonchi nigohida ko'ramiz gol, uramiz gol. G'alaba zo'r, ko'ramiz gol. Haqiqiy futbol. O'zbekiston takror gol. O'zbekiston. G'alaba zo'r, ko'ramiz gol. Haqiqiy futbol. O'zbekiston takror gol. O'zbekiston. Bizga kerak gol. Haqiqiy futbol bol. 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 Shogirdlar Qozon tepasida ovora. Shirin taomni tayyorlashyapti. Mas'uliyat. Bizga endi bitta salatlar deydi, yengilani gazaklar bizga qolibdi ekan. Qani boshlaylik shularni bir o'zimiz chiroyli qilib. Gazakni tayyorlamasak, lekin hali tovoqlarga chiroyli tayyorlashimiz mumkin. Ovozim qarang deydi-ku. Ona yurtim bag'ridan zuvolasi, Toshkent piyolasi. Ustalarning shahar ijodlari bo'lgan. O'zida ijodlardan, yangilaridan. Nima umuman bir ijodda qanaqa yangiliklar bor Bobur aka? Tomoshabinlarimizga bari qiziqdi endi. Xabaringiz bor, ana shu yil yangi guruhlar ish boshladik. Kamron Kumushli guruh ancha yaxshi. Hatto boshqa davlatlarda konsertlarga ham borib keldik. Xalq xizmatlari bo'lib turibdi. Yaxshi konsertlarda, Navro'z bayramlarida chiqdik. Kamron va Kumush yaxshi qo'shiqlar, yangi repertuar. Har kunimiz studiyada o'tyapti, yaxshi. Ularga alohida she'rlarni o'zingiz alohida yozib berasiz. Mehr beryapmiz. Bundan tashqari ijod, endi hozir ijod ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda, bilasizku, Telegram kanal deydi, Instagram deydi, shunaqalarda ko'rinib turibdi. U yerda muxlislar ancha
tutishadi. Bir kun chiqmay qolsangiz, yangisi bor, yangisi deb turishadi. Xohlasangiz 4 qator yangisi. Albatta, nafaqat mana ekran qarshisida o'tirgan muxlislarimiz hammalari sizdan shunaqa yangi bir she'rlardan kutishyapti, albatta. O'zingizga yarasha juda ko'p muxlisingiz bor sizni ham. Dilda ishdan faqat g'am qolgan jonim. Ko'zimda ko'z yoshmas, nam qolgan jonim. Qo'lingga tushdimmi, chiqarma endi. Yaxshilar dunyoda kam qolgan jonim. Qoyil, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Choy bo'pti. Ehtiyot bo'ling, qo'lga ehtiyot bo'ling, yuzga ehtiyot bo'ling. Siz san'atkorsiz, ekranga chiqishingiz kerak. Sekin unda. Ha, yaxshi. Yaxshi, ja qizib ketamiz. Yo'q, yaxshi qizigan, lekin mahorat. Baribir ovqat pishirish oson emas, aka. Endi baribir tayyorlashni o'rganayotgan paytingizda birinchi, ikkinchi taomlaringiz eksperiment sifatida tayyorlanadi. Kuydirib qaysi ovqatni kuydirib yo'q qilgansiz, yemaydigan holatga keltirgansiz edi-ku. Menga ko'p unda ham yoshligimda o'zimiz qolgan vaqt bo'lgan, ya'ni ayol kishi kam bo'lgan vaqtlar bo'lgan uyda. O'sha vaqtda ovqat qilardim, taom tayyorlardim. Mastavadan boshlaganman eksperimentni. Guruchni ko'p sog'organman-da. Unaqa bir piyola guruch solishni o'rniga bundan ko'proq sog'organman. U haligi oshga yaqin bo'lib qolgan mastava. Ijod namunalari tayyorlayotgan bo'lishlaringiz kerak. Bir singil jonli ijroda eshitmasak bo'lmaydi. Qizarguncha kartoshka. Endi yangilari hali premyera qilamiz xudo xohlasa. Yaqinda chiroyli qo'shiq yozgan, uni ham premyera qildik, balki yo'q degan. Endi yonimda Kumushxon yo'q, harakat qilamiz. Yo, o'zingizni nimangizni aytib o'tsangiz bo'ladi. Oshiq bo'lmang, oshiqlik karvonlidir. Oshiq ahvoli zoru hayronlidir. Chorasi yo'qdir yoki gumonlidir. Balki uning davosi bor, balki yo'q. Chorasi yo'qdir yoki gumonlidir. Balki uning davosi bor, balki yo'q. Sevgi dardi dili jonni qiynasa, balki uning ravosi bor, balki yo'q. Yorning ishqi holi jonga qo'ymasa, balki uning davosi bor, balki yo'q. Balki uning davosi bor, balki yo'q. Qo'y, ajoyib. Hali zamon taomlarimiz tayyor bo'lib qoladi. O'sha ko'rasan, ovqatdan ko'ra meni solib bergan buni gazaklarim eng shirin, eng zo'ri chiqadi. Albatta, endi baribir qo'lingiz tegan endi baribir. Bu shaka ulfatla maqtanadi bir-biriga. Siz nima qildingiz? Ayniqsa uyda kelinlar biz ham kelinlar maqtab ketamiz, keyin o'g'illar sizcha tumshayib qoladi. Ha desam, uni masalani kim olib kelgan? Keyin u yoqdan keliniz boshladi. Bu kelinni kelin qilgan kim? Men aytdim, hammalar hissinglar bor. Mana Bobur aka, mana qoyil, mana qarang. Chiroyliligiga qarang. Uni faqat yeyish kerak, buni qaranglar. Endi qarang, yetkazganiga shukr deydi-ku, Bobur aka, mana qarang. Yurtimiz jannat monand deydi-ku, qarang. Tarvuzlar allaqachon pishibdi. Mana. Mirishkor dehqonlarga rahmat. Rahmat, kattakon rahmat. Masalan, shu dehqon mana shu tarvuzni yetishuvchi bor mehrini, qalbini, qo'rini bergan, masalan, shirin, mana chiroyli bo'lib, o'zidan o'zi yetishib qolmaydi, bular o'zidan o'zi pishib qolmaydi. Shuni e'tibor berib, yaqinda bir taronalaringizni eshitdim-da, shunaqangi raqs bo'lib qo'shiq ekan. Adashmasam turkiyalik, turkchaga yaqin edi-da. Degandimi? Ha, o'sha qo'shiq aka. Ha, u adashmasam uni so'zlarini kim yozishdi o'zbekcha qilib? Ozarbayjonlik xonandamizga tegishli. Menimcha uni xalq qo'shig'i bo'lib ketilsa ham mubolag'a bo'lmaydi. Xorazmdagi san'atkorlarimiz ham ijro qilishgan, butun dunyo ijro qilishgan, lekin qarasa o'zbekcha ijro qilinmagan ekan. Ya'ni toza o'zbek shevasida. Xorazmcha ijro qilingan, Xorazm shevasida. Lekin o'zbekcha ijro qilinmagan ekan, biz ijro qildik. Albatta ustozimizni so'zlari degan nomlangan. Zo'r qo'shiq bo'lgan lekin haqiqatdan. Orqada o'sha videolar joylaganimizda ham juda yaxshi prosmotrlarga ega. Aka, Komron Kumush profili obunachilari qanchaga yetdi? Hozirgi kunda biz noldan boshlaganmiz. Noldan boshlaganmiz.
Shuni olib berib olsangiz. Mana sizga o'zimga oldamlashaman. Hozirgi kunda 11 ming. 11 ming. 6 oydan 11 ming bo'ldik. Lekin 6 oy uchun bu aka juda ham zo'r natija. Balki harakat qilib. Ha, balki emas, aniq. Mana 3 yil deganda zo'r 100 mingtaga yetdim men aka. Sizlar 6 oyda 11 mingta. 3 yildan oshiq 100 ming. Yaqinda Instagram profilga solmadingiz, to'g'ri bo'lmadi degan savol bo'lishi mumkin. Agar hammasini solganingizda mana bunaqa suvlik bo'lib chiqmasdi, ezilib qolardi. O'shaning uchun bo'lak-bo'lak qilib qo'ydim. Bir she'rim bor edi. Bu hozir yana dolzarb bo'ldi. Ular ancha oldin yozgan edim. Bir voqealar sabab ko'zda yoshday qalqib turibdi olam. Rizq ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Taqdir ba'zan shirin, ba'zida taxir, kimni boy yaratdi, kimnidir faqir. Barchamiz Allohning bandasi axir. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Salomning aligi qarzi qiyomat. Ko'ngilning kaliti mehr oqibat. Xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibi iymon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Urush nizolar to'xtasin endi. Yer yuzi jannatga o'xshasin endi. Odam ham odamdek yashasin endi. Avvalo hazrati inson bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Yashang, salomat bo'ling. Do'stlar, biz damlanadigan joyga yetib keldik, lekin bitta minus keltirgan tomoni bor. Menga emas, Konor akaga mana ustlariga yog'lar sachirab 400 minglik ko'ylakka tushdilar. Choyxona sabab. Endi aka, bilasiz-ku, san'at yo'q, san'at qurbonlik talab qiladi deydi. Ko'ylakdan voz kechdilar. Suv solamiz-a bunga, dimlagandan keyin aka. Suvlarimizni ham qo'yib olib. Ana. Ana. O'zi aka haqiqiy oshpaz ekanlar. Bugun aka mana ko'rsatuvda haqiqiy shinavanda oshpaz ekanligingizni bildim. Endi ko'rsatuvdan tashqari ham siz bilan ko'rishib turamiz aka. Choyxona guruhi bir tashkillashtirib olsak-a. Faqat men ovqatni yaxshi qilar ekanman, o'shaning uchun chaqiryapti deb o'ylamang. Aslida ham o'zi shunaqa bo'ladi. Muhimi, bugun shirin taom yeymiz. Men bunga ovqat pishishmasdan oldin amin bo'lyapman. Buni sekin aka beraman, o'zingiz chiroyli qilib dimlab qo'ysangiz. Bosing ustidan, bosing aka. Ana. Ana. Mana endi past olovda qancha? Yarim soatga, yarim daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana shogird keling, qani? Voy. Ibo bilan kelibdi, hayo bilan kelibdi. Jizzasi. Qo'ying. Jizza bor ekan. Tovuqda jizza qilib kelishingni birinchi marta ko'rishim. Bizni shogirdlardan hozir. Qo'ying, qani? Mana tovuqni jizza qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar va haqiqatdan ham bugun Bobur akam Kamron jonlarni mana san'at asarlari desak bo'ladi. Haqiqatdan go'zal. Endi mazasini ko'ramiz. Qani ustoz boshlaychi, qani bemalol sizlar ham kelishinglar mumkin. Agar ulgursanglar, ungacha tugatib qo'yamiz-ku baribir ham. Agar choyxonaga povurlikka ishga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilamiz. Qani Bobur aka boshlaychi. Qani olingchi. Ta'miga baho beramiz. Ustozlardan faqat. Nonlarni ushatib O'zbek dasturxoni non bilan go'zal. Albatta. Boshlang. Hayajon nonlarni ushating. O'ziga qo'ying. Voy, rahmat. Hayajon. Mana qarang, kartishkalarni. Bugungi ijodkorlarimizga baho beringlar. Qo'lini ko'ramiz qani? Qo'shiqlar bilan shirin chiqqan bo'lsa kerak, ha? Mayin shabadada, mayin olovlar bilan. Ustoz oldin qo'shiqqa baho berardilar, endi ovqatga baho beryaptilar. Yaxshi. Yaxshi. Ha, usta. Juda zo'r. Qani endi choyxonani ham Hayotjonga ishonib bemalol topshirib ketsam bo'ladi. Bugun yana bir bora sinovdan o'tdi Hayotjon. Bizga bir erishdi.
Ancha ustani sizdan uzoq olib kelib beri gapga solib turdim. Bo'ldi. Sizlar yoshlar maza qilib yerda ijod qildinglar. Biz maza qildik a. Suhbatimiz chiroyli bo'ldi, juda ham. Haqiqatdan Bobur aka juda o'zim ham maza qildim siz bilan suhbatlashib. Ko'p narsa oldim. Avvalambor tashrifingiz uchun rahmat. Shunchalik yo'q demasdan bizni shunaqa bir kamtarona Chapani choyxonamizga kelib, mana Kamronjon bilan shunaqa bir shirin taomlar tayyorlab berdinglar. Katta rahmat deb qolaman. O'ylaymizki, dasturimiz tomoshabinlarimizga ham manzur keldi. Biz ko'rsatuvimiz so'ngida har doim aytishdan charchamaydigan gapimiz bor. Yaqin do'stlaringiz bilan, qarindoshlaringiz bilan haqiqiy choyxona atmosferasini his qilishni istasangiz, Chus choyxonasiga tashrif buyurishingizni tavsiya qilamiz. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas joylarga, ustoz. Manzilga ketish kerak edi. Manzil Qoraqamish Chus choyxonasi. Chusga borib qolishmasin. Namanganga deng. Ijodiyligi ko'z tegmas. Xalqimizni ko'nglidan, yuragidan doimo shunaqa joy olib yuraveringlar. Sog' salomat bo'linglar. Marhamat, yaxshi niyatli bo'lsa. Aytmoqchi bo'lganimki, bizni otamiz ham ulfat tutardilar. Yaxshi insonlarni taklif qilardi. Biz yosh bola bo'lib bir chetda o'tirardik. Choy desalar choy, piyola desalar piyola yugurib borib xizmat qilib, keyin o'shada ularni aytayotgan gaplar qulog'imiz berib qo'yardik-da, qulog'imiz qushardi. Ko'p yaxshi suhbatlar bo'lardi. Bizni xalqimiz gap deb hozir ancha boshqa narsalar chiqib ketdi, lekin gapda doim bedilxonlik qilgan, mashrabxonlik qilgan, dostonlar aytilgan, chiroyli bir gap-gashtalarimiz bo'lgan. O'ylaymanki, shularni tiklash kerak. Diydor birinchidan, ikkinchidan yaxshi suhbatlar bo'lsa, Xudo xolasa u ma'nili siz aytganday bir manfaatli bo'ladi. Va shuni ham biz yurtdoshlarga ilamiz. Hammaga yaxshi darsxonlar, yaxshi diydorlar nasib qilsa, yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin. Yoshlarimiz omadini bersin. Aytgan eskasan, ustoz. Avval taklif uchun rahmat. Bugun ular qo'ldan kelgancha tayyorladik. Faqatgina san'atda emas, oshpazlikda ham ozgina mahoratimiz borligini ko'rsatdik. Menimcha sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Juda mazza. Ko'rsatuv ishlariga omad, bardavom bo'lsin, yutuqlarga boy bo'lsin. Bundan ham shirin taomlarni xalqimizga taniqli insonlarni, san'atkorlarni tayyorlab nimaga taqdim etaversin. Ishlaringizga omad nasib etsin. Sizlarga chuqur tashakkurimizni izhor etamiz, hurmatli tomoshabinlar. Kelgusi haftada Chapani choyxonada ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Chapan choyxonamizga marhamat qilinglar, kelinglar. Qani? Yoqimli ishtaha ham. Olinglar qani.